Ey, holat chatoq-ku. Bilasizmi aka, bunda korobkangiz yetib kelgan. O'zim mo'y almashtirish, xizmat xizmatlari bilan $500 yoki $600 atrofida bo'ladi. Yo'q aka, hozir unaqa imkoniyat yo'q-da, buni haligi sal qulayroq qilsa bo'lmaydimi aka? Yo'q, unaqa boshqa holat yo'q. O'zi biz remont qilsa ish bermaydi. Shuni bitta bosasiz, qutulasiz. Haligi remont qilsa bo'ladigan holat umuman yo'qmi aka bu yerda? Bo'lganda jondab qilib berardik. Bu holatda bizga minus bo'lib qoladi. Bitta bosib olsangiz shu bilan 3-4 yil indamasdan yuraverasiz. Hozir imkoniyati yo'q edi aka. Bo'lmasam tashqariga olib chiqib qo'yamiz mashinani, imkon bo'lganda qilib beramiz aka. Hozir ishlarimiz ko'p. Mashina qarab turibdi. Xafa bo'lmaysiz aka. Xudo xohlasa bu mashina bo'ldi. Bo'ldimi aka bu tayyor? Aka mashina bo'ldi. Bir qator hamyoqlarga qarab, chiroylab berdi xudo xohlasa. Bo'ldi aka, yaxshi bo'lsa. Xizmat qancha bo'ldi buni?